Nimaga Valverde kecha Atleticoga qarshi bunaqa jahl bilan o'ynagani endi ma'lum bo'ldi. Siz esa hoziroq like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va sizga esa to'liq hikoyani yana bir bor aytib beraman. Bilasizlar, kecha Real o'zini ashaddiy dushmanlaridan birini ajoyib tarzda mag'lub etdi va bunga eng katta hissa qo'shgan o'yinchi bu albatta Valverde. Mana shu rasmga yaxshilab ahamiyat bering. Oppa, mana bu kishini tandisizmi? Esinglarda bo'lsa, bir oy oldin Alex Baena va urugvaylik futbolchini hikoyasini aytib berganman. Qisqacha ma'lumotlarga ko'ra, u Federikoni bolasini haqorat qilgan. Keyin esa maydon tashqarisida nima bo'lganligini hatto videosi bilan Telegram kanalimizda qo'yganmiz. Shuning uchun kecha jarima zarbasini tepishdan oldin Senkada aynan Alex turganini bilganida, uni boshiga poylayman deb afsuski gol urib qo'ydi va shu orqali jamoasini finalga olib chiqdi. Endi esa hazilsiz muhim xabar. Bilasizlar, o'zbek telekanallari yaqinda bo'lib o'tadigan El Clasico'ni afsuski translyatsiya qilib berishmaydi. Shuning uchun shu o'yinni tekinga yaxshi sifatda qayerda ko'rishni bilmayotgan bo'lsangiz, hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Yo, rostdan ham hoziroq, chunki keyin qidirib yurasiz.